Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Odam zerikib ketdi. O'tirib. Soat 8 da uchirganman-da. Qorli holat bo'lganiga qiylanyaptimi tushgani, bitta Andijon o'qimiz, keyin bitta Palasati, Novot Go'ray bor edi. Ba'zida ko'rinib qo'yapti. Hozir soat 12 bo'lyapti-da. Ba'zida ko'rinib qo'yapti. Unda ham oq ko'rinyapti-da. Yo'ramiz ham uchib yuruvdi, yo'qib qoldi. Hayronman endi qa ketdikini. Ketib qoldimi? Ana, oq. Ko'rinyaptimi sizlarga? Hozir sal kenglikka chiqsin, videoni yaqinlashtiramiz. Mana oqimiz. Endi uni yonida ko'ramiz, uchayotdi-da. Ashi ko'ra yo'q. Tushmaydimi, nima deysizlar? Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, sizlar uchun xizmat qilyapmiz. Aytaman, ikkita yot keluvdi, uchirib yuboribman-da. Onasini ham.